Bu joyga oilangizni olib kelsangiz, ular uchun unutilmas kun bo'lishi aniq. Magic Mama restoranining terassasidan butun Magic City kaftdek ko'rinib turadi. Ajoyib musiqali favvorani ko'rish uchun ideal joy. Ana endi bu zavqqa mazali taom qo'shilsa, undan zo'ri yo'q. Magic Mama turk oshxonasiga asoslangan. Oilaviy kesalar mangal assortisini tavsiya qilaman. Bu assortida 5-6 xil go'shtlar turkcha uslubda pishirilgan. Podachasi ham juda chiroyli. Tovuq va mol go'shti mix bo'lgan sach tavasi menga juda ham ma'qul bo'ldi. Salatlarini ko'rinishi va sifati ham a'lo darajada. Farzandlaringiz uchun pitsa ham menyuda bor. Har kuni 10:30 da suv ustida namoyish qilinadigan maxsus effektlarga boy sahna ko'rinishini aynan mana shu terrasadan maza qilib ko'rsangiz bo'ladi. Toshkentning eng top lokatsiyasi Magic Cityda joylashgani va shuncha eksklyuzivlarni taqdim qilganligi uchun narxi sun'iy oshirib olinmagan. Menyusini Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Bemalol ko'rib bilib olsanglar bo'ladi. Xullas mazali taomlarni, farzandinglarni parkda aylantirib, shoularni ko'rib, har xil o'yin-kulgular qilib ketish uchun ideal joy. Magic Mama 11 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi mo'jizaviy shahar Magic City. Bu videoni sizni aylanishga olib chiqishi kerak bo'lgan insonga jo'natib qo'ying.